فالشرق دمار فيه والغرب عدو كتابي. همهم طمس الدين وكذا لفظا لترابي. قتلوا الإنسانية في أعماقهم في حرابي. هجروا الأخلاق فصاروا حيوانات في غابي. حيوانات في غابي. Allohga hamdü sano bo'lsin shunda zotga kim siz bilan bizni inson qilib yaratgan, o'z ibodatiga loyiq ko'rgan, ummati Muhammad qatorida qilgan Allohga hamdü sanolar bo'lsin. Payg'ambarlarning a'losi, oxir zamon payg'ambar, o'z ummatiga mehribon Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salavat-ı şerifler, durud be'adatlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakat. Hurmatli ahli islom, ahli iymon, mo'min musulmon birodarlar. Mana shunday bir fazilatli Jum'atul ayyom, hajjul masokin kunda Allohning uyiga bir farz ibodatni ado qilmoqlik uchun qadam ranjida qilib kelibsizlar. Alloh qadaminglarga hasanat ato aylasin. Alloh bu ibodatlarimizni davomli qilsin. Uzoq yillar birgalikda mana shunday xayrli ibodatlarni ado qilib borishimizni Alloh nasib aylasin. Hurmatli birodarlar, har doimgidek mana bu g'animat vaqtdan foydalanib sizlarga Alloh subhanahu va taoloning oyat karimalari, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklaridan baholi qudrat Alloh qodir qilgancha yetkazishga harakat qilamiz. Allohning o'zi yordam bersin. Bugungi ma'ruzamiz ayollar haqida. Islom dini zulmatdan nur bo'lib, butun insoniyatni shu jumladan ayollarni ozod qildi. Uni jinsiga, nozikligiga, latofatiga, kuch-quvvatiga qarab haq-huquqlarini berdi. Va shu bilan bir qatorda ayollarni o'ziga xos vazifalarini tayin qildi. Islom dini ayol kishini qiz sifatida, opa-singil sifatida, turmush o'rtog'i ayol sifatida va ona sifatida e'zozlaydi, hurmatlaydi. Ayol deganimizda hammamizni ko'z o'ngimizga onalarimiz keladi. Hammamizni 9 oy 9 kun qornida ko'targan, qiynalib yurgan, o'lim hayot o'rtasida kurashib, qiynalib tuqqan, bir parcha etligimizdan o'zi yemasa ham yedirib, uyqularidan voz kechib, hamma ishlaridan farzandni a'lo ko'rib o'tgan onalarimiz keladi ko'z o'ngimizga. Ona, bolani yig'lab duo qiladigan ona, bola uchun jonini fido qiladigan ham ona. Shuning uchun janobi sarvar olamga 3 marta, 4 marta savol berganda ham kimga qiling yaxshi deganda nima dedilar? Onangga dedilar. 4-marta otangga dedilar. Ona shunday ulug' zot. Islomda shunday qadrlangan onalar. Onani yig'latib, onani qaqshatib, norizo qilib turib hech kim maqsadga yetmagan. Shu bilan birga sizga eng ulug' ne'mat, eng shirin ne'mat farzand bolangiz. Mana shu bolalarni, farzandlaringizni adajon deb yoningizda yurishi, dastyorlik qilishiga kim hissasini qo'shadi? Shu shirin shakar bolalaringizni onasi kim? Sizni umr yo'ldoshingiz, ayolingiz. Shu bolangizni eng muqaddas yaxshi ko'rgani bu onasi. Siz o'sha o'g'il qizingizni yaxshi ko'rsangiz, onasini hurmat qiling. Sizni onangizni kim hurmat qilsa, siz yaxshi ko'rasiz o'shani. Demak, sizni bolangiz ham onasi. O'sha onasiga yaxshi muomala qilsangiz, bolangiz yaxshi ko'radi. Har qanaqa farzanddan baribir onasini deydi, xotirjam bo'ling. Onasini yaxshi ko'radi. Bu tabiiy holat bu. Otasi 1000 ana qilsin, baribir onasiga qaraydi deb qo'ying. Hali ayol deganimizda bir xillar ko'z o'ngizga haligidek har xil bo'yoqqa bo'yanib olib, ochiq sochiq yuradigan ko'chada yurganlar emas. Ular kelmasin ko'z o'ngizga. Birinchi ayollar deganda bu ona, jufti haloliz, farzandingizni onasi, o'zingizning onalaringiz, xolangiz, ammangiz, singillaringiz ko'z oldingizga ko'proq kelsin. Islom dinida ayollarni nihoyatda hurmat qilish, e'zozlash har bir musulmon erkakning sharafli burchi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda o'zi marhamat qilib aytadiki: "Va ashiruhunna bil ma'ruf." Sadaqallohul azim. Ayollaringiz bilan yaxshi yashang, hurmat qiling. Erkaklarga buyruq bu oyat bilan nozil bo'ldi. Ayollaringiz bilan yaxshi yashang, hurmat qiling.
Janobi Sarvar olam marhamat qilib aytdilarki, mana bu oyatni sharhlab, "Xayrukum li ahlihi." Sizlarning yaxshilaringiz ahli ayoliga, oilasiga yaxshi muomalada bo'lganlaringiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi bu hadis muborak. Qol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum xulqan va xayrukum lin-nisaihim." Sarvar olam aytibdilarki, iymoni mukammal mu'min, xulqi go'zal odam eng yaxshi ummatim. Sizlarning ichingizda kimlar etimi? Sizlarning ichingizda yaxshilar ayoliga, oilasiga yaxshi bo'lgan odam. Ayoliga, oilasiga, bola chaqasiga yaxshi muomalada bo'lgan odam sizlarning ichingizda eng yaxshilar. O'zi birodarlar, hayotga ham bir qarang, bola chaqasiga, ayoliga, oilasiga yaxshi bo'lgan odam borki, boshqa odamga ham yomonlik qilmaydi. Oilasiga xiyonat qilib yuribdimi? Hayotda ko'ryapsiz-ku. Oilasini bir rizqiga, bolalariga, yo o'zini jufti haloliga xiyonatda bir aldov qaldovdami? Uni ham boshqaga xiyonat qilmaydi, hech kim kafolat bera olmaydi. Oilasiga, bola chaqasiga xiyonat qilyaptimi? U boshqaga ham xiyonat qiladi, xotirjam bo'ling. Janobi Sarvari olam ayollar haqida aytadilarki, ayollar haqida Allohdan qo'rqing. Chunki sizlarga ayollar Allohning omonati. Omonatga xiyonat qilmanglar. Allohning kalimasi bilan jufti halol bo'ldingiz. Yaxshilik bilan ularning rizqi, ro'zi va kiyim boshi sizga vojib. Yana bir hadis aytadilar, ayollarni faqat karamli kishigina hurmat qiladi. Ularni faqat bezorigina xafa qiladi dedilar. Hindiston, Pokiston ulamolaridan, ulug' zotlardan Shayxul Hadis deb nom olgan Mavlono Zakariya ham Dehlavi Fazoil A'mo degan kitoblarida onalar va ayollar to'g'risida Sarvari olamdan hadis keltirgan ekanlar. Yana Mavlono rahmatulloh subhan rahmatulloh alayh Mahzanul Axloq xulq xazinasi degan kitoblarida ayollar to'g'risida hadis keltirganlar. Mavlono Sayyid Ahmad Xon sohib rahmatulloh ayollarga jannatdan xushxabar degan kitoblaridan, Mavlono Muhammad Siddiq Dehlavi Allohning valilari kitoblaridan urdu tilidan o'zbek tiliga tarjima qilinib, ko'p odamlarga nashr qilingan kitoblarda. Ko'p odamlar foydalanyapti. Mana shu kitoblardan Sarvari olam muborak hadislarini, mana shu 4 ta buyuk olimni va 4 ta buyuk olim Hanafiya mazhabida bo'lgan zotlar, shularni keltirgan hadislardan o'qib aytib beraman. Jannatiy ayollar ichida 4 ta ayol nihoyatda ortiq, fazilatliroqdir deyiladi. Biri Osiyo ona, Osiyo binti Muzohim, Fir'avnning xotini, Musa alayhisalomni boqib tarbiyalagan ayol. Islomga kirgandan so'ng eri Fir'avn tomonidan nihoyatda qattiq azoblantirilib, o'ldirilgan, shahid bo'lgan ayol, Osiyo onamiz. Ikkinchi Maryam binti Imron, Imron qizi Maryam ona, Iso alayhisalom onalari, otasiz Allohning qudrati bilan dunyoga kelgan Iso alayhisalomning onalari. Mana shu ayol to'g'risida oyat nozil bo'lgan Qur'onda. Sura bor, Maryam surasi. Uchinchi Hadija binti Huvayt, Janobi Sarvari olami zavjay mutahharatlari. Hadija Kubro onamiz butun hayotlarini, mollarini Sarvari olamga bag'ishlab, birinchi ayollardan islom dinini qabul qilgan Hadija Kubro. To'rtinchi Fatima binti Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Imom Hasan, Imom Husanning onalari. Hazrati Ali karramallohu vajhuni jufti halollari, Janobi Sarvari olam qizlari. Mana shu 4 ta ayol to'g'risida aytilgan ekan, jannatiy ayollar, bular ayollarning sayyidlari deb. Janobi Sarvari olam marhamat qilib aytadilar, bir yaxshi boamal ayol, bir yaxshi boamal ayol 70 ta avliyodan a'lodir. Iymonda, ibodatda bo'lgan ayolni 70 ta zohiddan a'loroq deyilishi, chunki bu ayol birinchi vazifasi erni rozi qilish, bolani boqish, bolaga qarash, mana shunday katta bir ibodat turibdi. Buni keyingi hadislarda yana aytib o'tamiz. Yana bir yomon beamal so'zini subuti yo'q ayol 70 ta yomon erkakdan ham battarroq debdilar. Kechasi bolasini yig'laganini sababidan uxlolmagan onaga 20 ta g'ulom ozod qilgan barobarida ajr savob beriladi dedilar. Kechasi bolasini yig'laganligidan bezovtalanib, uyqusidan kechib bolaga qarash, ba'zilar hali nimaga 3 marta onaga degan, nimaga 3 marta yaxshi onaga degan deydi. Mana hammamiz ham otamiz. Ota nima deydi ota? Tinchlanib bolayim deydi. Mo'minga nima qiladi? Boshqa kirib ketadi. Uyqusini g'amini yo'q.
Erta ishga borishim kerak, buni chakayini o'chirish deydi. Ona nima qiladi? Kechasilar bezovib chiqadi o'sha bolasini g'amida. Bolasini uchun uxlamaydi. Shuning uchun onaning haqqi juda katta. Allohni qarang, o'zini bolasiga qarayapti demayapti. Alloh shu onani uxlamasdan bolasiga qaragani uchun 20 ta g'ulom ozod qilgan savobini beraman deb turibdi. Bolasini bemorligi tufayli oromini yo'qotgan ona agar bolasini tinchlantirish uchun harakat qilsa, uni ayblarini kechirsa, unday onaga 12 yillik maqbul ibodatni savobini Alloh ato qiladi. Bola yig'layapti, kasal, isitma, xarxasha qilyapti. Shu bolasini sog'aytirish uchun ona yuguryapti. Qandoq qilsam bolam tinchirkin, qanaqa qilsam bolam shifo berarkin, qanaqa qilsam bolam sog'ayarkin deb yuguryapti. Undoq qilib ko'ryapti, mundoq qilib ko'ryapti, ammo qarg'amayapti. Sen boshimga balo bo'lding-ku, anaqa deydi, men bunaqa deb qarayotgan yo'q. O'lsang o'laqa, bolam sog'aysa bo'ldi deb butun hamma ishini qo'yib bolasi uchun yuguryapti. 12 yil maqbul ibodatni Alloh ato qilar ekan. Erkaklarga bunaqa ibodat qayerda bor? Ayol o'shaning uchun buni shunchalik bolasiga qarashlik, o'z oilaga qarashlik savobi katta. Jonivorni sog'ayotgan ayol deydilar janobi Sarvar olam. Echkimi, sigirmi sog'ayotgan ayol Bismillahirrohmanirrohim desa, jonivor uni haqqiga duo qilar ekan. Jonivor uni haqqiga duo qilar ekan. O'sha jonivor mana halol etding sutimni deb haqqiga duo qilib turar ekan. Qarang, uni elayatib Bismillahirrohmanirrohimni etgan ayolning rizqiga, xonadoniga Alloh barakot qo'shib berar ekan. Un elayatib Bismillahirrohmanirrohimni etsa, qarang, uyiga barakot qo'shib berar ekan. Bizda bu odatlar ayollarimizga kamayib ketgan. Buni etib qo'ying, tayinlab turing. Uyini supurayotib ayol kishi Allohning zikrini qilgan. Ayol kishi uyini supuryapti, Allohning zikrini qilib turibdi. Alhamdulillah, Allohu akbar, subhanalloh, zikr qilib turibdi, Allohni eslab turibdi. Xonai Ka'bani supurgan darajasini Alloh berar ekan o'sha ayolga. Yuspratu la ilaha illalloh Muhammad rasululloh alayhi subhanalloh. Alhamdulillah. Shunday salavotlar tursa, Xonai Ka'bani supurgan savobini Alloh o'sha ayolga ato qilar ekan. Bir pokdomon ayol namozini va ro'zani ehtirom va ehtiyot qilsa, uni ustiga erining xizmatlarini chiroyli ado etsa, uning uchun jannatni 8 eshigi ochilib turadi. Uning uchun jannatni 8 eshigi ochilib turadi. Kimgaki Alloh iymonlik, e'tiqodlik ayol ato qildimi, dinni yarmini beribdi. Yarmiga o'zi harakat qilsin. O'sha dinni yarmini qanday olgan bo'ladi? O'sha ayolini yurish turishi, muomalasi, erini Allohni tanishga olib keladi. Ko'pgina erkaklarni ibodatga kirishiga, to'g'ri yo'lga tushib qolishiga ayollar sabab bo'lyapti. Shunga guvoh bo'lyapmiz. Shirin gapirib, to'g'ri gapirib, chiroyli gapirib, erini hidoyatga kirishiga, namozga kirishiga, boshini sajda etishiga ayollar sabab bo'lib qolyapti. Homilador ayolni dedilar, o'tkazgan tunlarini, ibodat qilgan kunlari esa ro'za tutgan hisobiga kiradi. Qarang, homilador ayolni o'tkazgan tunlari ibodat qilgan kuniga va ro'za hisobiga kiradi. Bir farzand tavalludi uchun onaga 70 yillik namoz va ro'za savobi bitiriladi dedilar. Tug'ruq vaqtida dard uchun har bir tomiriga haj savobiga teng savob yoziladi. Onalarimiz shunday bo'lib o'tib ketishgan. Bu qanday ayollarga? Eriga itoat qilgan, ibodatda mustahkam bo'lgan, erining buyrug'ini bajargan, eriga itoat qilgan ayollarga mana shunday mukofot. Ayollar deb yuramiz ko'pchiligimiz. Mana bunday savobni Alloh iymon, e'tiqodda bo'lgan ayollarga ato qilar ekan. Agar dedilar janobi Sarvar olam, bir ayol farzandini tavalludidan keyin 40 kun muddat ichida vafot etib qolsa, unga Alloh taolo shahidlik darajasini ato qiladi dedilar. Tug'ish holatda ketgan yoki tug'ib 40 kun ichida ona vafot etib qolsa, shahid darajasini beradi Alloh. Kechasi yig'lagan bolasini qarg'amasdan emizgan onaga 1 yillik namoz ro'zani barobarida savob beriladi dedilar. Qarg'amasdan deyilganda baribir insonni chidolmasdan qarg'avoradi. Shirin uyquda endi. Shunga ham chidab Xudo bergan ne'mat bir kun menga qaytadi, menga savob Allohning bergan ne'mati deb emizsa, 1 yillik ro'za-yu namozni savobini Alloh ato qilar ekan. Bolasini sut emish muddatini Alloh Qur'onda aytgandek ado etgan. Onaga bir farishta kelib, senga Alloh jannatni vojib qildi degan xush xabarni berar ekan. Safardagi eriga xiyonat qilmasdan uyida o'tirgan ayol, eri safardan kelganda yaxshi kutib olsa, unga 12 yillik nafl namozi savobi beriladi dedilar.
eri rozi bo'lgan holda vafot topgan ayolga jannat vojib bo'ladi dedilar. Eri rozi qilish, Allohning buyrug'idan keyin ayollarga eri buyrug'ini bajarish, eriga itoat qilish, oldin ayollarga Allohni va Rasulni buyrug'iga itoat qilish va keyin erining buyrug'iga itoat qilish. Erkaklarga Allohni Rasulini buyrug'i birinchi va keyin ota-onaga itoat qilishlik. Eri rizoligini topish ayollarga. Ota-onasi nima, u mas'ul emasmi? Yo'q, ota-onaga o'g'il bolalar mas'ul. Nikoh o'qilib, ahdi nikoh o'qilib oila qurildimi, eri roziligi endi ayolga birinchi. Janobi Sarvari olam Muhammad sallam bi Fatima onamizning xonadonlariga bordilar. Qarasalar nihoyatda xafa holatlar, ko'zlari shishgan, yig'lagan. Rasululloh sallam bi Fatimani bu holatda ko'rmagan edilar. Haligi holatda ko'rib, "Ey bi Fatima, Fatima qizim, nima bo'ldi sizga? Sizni kim xafa qildi?" Ko'zlaringiz yig'lagan. "Yo'q, ota, men yig'laganim yo'q, hech kim xafa qilgani yo'q." "Yo'q, qizim, ayting. Kim xafa qildi sizni?" "Yo'q, otajon, meni hech kim xafa qilgani yo'q. Bu yig'im xursandchilik yig'isi." "Ey otajon, men hazillashaman deb kuyovuz Hazrati Alini ko'ngillariga bir ozor, ozgina qattiq tegib qo'yibman. Shuning uchun gunohimni keching yo Ali deb atroflarda 7 marta aylandim. Yo Fatima, kechirdim. Men ko'nglimga olganim yo'q, xafa bo'lganim yo'q desalar ham, yo Ali kechiring meni, gunohimni bilmasdan siz dilingizga ozor berib qo'yibman dedim. Yo Fatima, men roziman, kechdim, hech qanaqa sendan xafa emasman dedilar. Shunga xursand bo'lib yig'layapman dedilar. Shunda Rasululloh aytdilar, yaxshi ham kechirim so'rab, siz yo Fatima, agar Ali sizdan xafa bo'lib, siz dunyodan o'tganingizda men siz janozangizni o'qimasdim, qizim bo'lganingizda ham dedilar. Qizim bo'lganingizda ham men siz janozangizni o'qimasdim dedilar. Eri roziligini topib vafot etgan ayolga dedilar, shuning uchun jannat vojib bo'ladi. Ayollar, biz ayollarga mas'ulmiz, javobgarmiz. Bularni haqqi gardanimizda ko'p. Farzandlarimizni, ahli ayollarimizni, oilada erkaklari vazifamiz juda mas'ul biz. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki, astag'firu billah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara. Sadaqallohu azim. Ey iymon keltirganlar, o'zlaringizni, bola chaqangiz, oilangizni do'zax o'tidan saqlang. Yana marhamat qilib aytadilar Janobi Sarvar olam, kullukum ra'in va kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi. Har bir erkak o'z oilasi rahbar, javobgar, mas'ul. Rahbarlar qo'l ostidagilar haqida Allohning oldida javob bersa, biz ham erkaklar qo'l ostimizdagi ayollarimiz haqida, farzandlarimiz haqida Allohning oldida javob beramiz. Ahli ayollarimiz omonat. Bu omonatni ado qilishlik uchun birinchi farzandlarimizni, qizlarimizni, ayollarimizni satr avrotda saqlamoqimiz kerak. Satr avrotga ahamiyat bermoqimiz kerak. Bizda satr avrotga ko'p gapiramiz. Ahamiyat yo'q. Ahamiyat bermay ham qo'ydik, ochig'ini aytganda. Berparvoyam bo'ldik, loqaytan bo'lib ketdik. Juda loqayt bo'lib ketdik, haddan tashqari. Satr avrot farz ayollarga, qizlaringizga, ayollaringizga, kelinlaringizga bir qarang. Qaysi holatda ko'chaga chiqib ketyapti, qaysi holatda kiyinyapti? Siz mas'ulsiz bunga. Javobgarsiz. Yana omonatdan bittasi farzandlaringizga, ahli ayollaringizga Allohni tanitish, ibodatga boshlashingiz kerak. Ayollaringizga tushuntiring, oilangizga eting, farzandlaringizga eting. Bolam namoz o'qi. Men sendan rozi bo'laman. Ayolim shuncha yil birga turmush qildik, farzandlik bo'ldik. Men sendan rozi bo'lsam, Alloh rozi bo'ladi. Er rozi, Alloh rozi deyilgan. Meni roziligimga qaraydigan bo'lsang, ibodat qil, namoz o'qi deb eting. Sekin astalik bilan tushuntiring, shirin yo'l bilan tushuntiring. Ayollarda islomda o'rni ulug'ligini tushuntiring. Ona sifatida hurmat qilishini tushuntiring. Mana bunday ulug' maqomlar berishi, har bir qilgan ibodatiga, har bir oilaga qilgan xizmatiga ajr savoblar berishini yetkazing. Va omonatdan yana bittasi farzandlarimizga, ahli ayollarimizga, nafaqai ahli ayol gardanimizdagi farz, shuni bilib oling. Oilani boqish, yedirish, kiydirish siz biz erkaklarning zimmamizga farz. Ayollarning bo'yidagi farz emas. Ayollar mas'ul emas, biz mas'ulmiz. Ayolingizni har xil joyga jo'natmang pul topdi. Mardikochilik qilib bo'lsa ham, ko'cha supurib bo'lsa ham, bola chaqangizni boqing. Siz gardaningizga farz. Siz gardaningizga farz. Hali bir xillar gap bor, chet elga ketib borsa, ayolga tegmasa erkak kishi tegar ekan. Qo'ying, ayolingiz uyda o'tirsin, bola chaqasini tarbiyasiga qarasin. Ayollarni e'zozlang, hurmatlang. Bizning gardanimizga farz, erkaklarning gardaniga farz. Oilani boqish, yedirish, kiydirish.
Va omonatdan bittasi ayollarga zulm qilmaslik. Bekordan bekor urib so'kmaslik. Bor shunaqa erkaklar. Mana shu xotinini ko'chaga chiqazib pul topga deyotganlar ham xotiniga zulm qilayotganlar bo'ladi o'shalar ham. Bitta oilaviy janjalga aralashib qolsak, nima deydi qaynota? Ha bu ham pul topib kelsin deb bu ham deydi kelinini. Bu ham pul topib kelsin ko'chaga chiqsin deydi. Ana yuribdi ayol qayoliga borib kelyapti deydi. Qozog'istonga borib kelyapti mana qo'shnining kelini. Nega bu bormay chiqmaydi deydi. Mas'ul emas ayol, erkak mas'ul. O'g'lizdan talab qiling. O'g'liz boqsin, yedirsin, kiydirsin. Nafaqai ahli ayol gardanimizdagi farz. Janobi Sarvari olam aytgan ekanlar, kimki oilasini g'amida ertalab turib, halol kasb izlab, ko'chaga qadam qo'yib chiqsa, bismillahirrohmanirrohim deb, Alloh subhanahu va taolo har bir qadamiga hasanat, ikkinchi bosgan qadamiga Alloh jumaga borgan savobini beradi dedilar. Allohdan astoydil so'rab, halolini so'rab, barakasini so'rab, mehnat qiling, oilangizni boqing, farzandlaringizga tarbiya bering. Zulm qilmang, urib so'kishlik yo'q shariatimizda. Ayollarni urib so'kadiganlar bor. Xuddi shu o'zi ursa erkak. Siz yaxshi so'z bilan, xulq-u odobingiz bilan, o'zingizni siyosatingiz bilan tarbiyalang. Qarang o'sha ibodatli xonadonlarni. Otalar qanday hurmatda. O'sha o'zini ibodati bilan, xulq-u odobi bilan namuna. Shularni siz degan so'zi sizni sanga borayotgani yo'q. Va oilaviy masalalarni birgalikda hamjihatlik bilan hal qilishlik bu oilani tinchlik, salomatligi. Bizga ayollar omonat. Ayollarimizni ona sifatida hurmatlaylik. Hammamizda ham singlimiz bor. Hammamiz ham qizlarimiz, singillarimizni qanday yaxshi ko'rsak, qizlarimizni qanday yaxshi ko'rsak, boshqalar ham singillarini mana shunday hurmat qiladi. Qizlarini xuddi shunday yaxshi ko'radi. Qaysiki yurtda ayolga hurmat bo'lsa, onaga hurmat bo'lsa, o'sha yurtda barakot bo'ladi. Iloyo Alloh subhanahu va taolo hammamizni oilamizga tinchlik, salomatlikni bersin. Ayollarimizni Alloh turmush mashaqqatlari deb ko'zlaridan yosh oqmasin. Oxiratning g'amini yeb, ko'zlaridan yosh oqsa oqsin, lekin turmushning g'amini yeb, ko'zlaridan yosh oqmasin. Alloh subhanahu va taolo ayollarimizni jannatda ulug' maqomlardan, Maryam onamizni qatorida, Fatima onamizni qatorida, ulug' maqomlardan, jannatlardan Alloh bahramand qilsin. Hurmatli birodarlar, Qur'oni Karimda bir oyat bor. Har bir mo'minman, musulmonman degan insonni qattiq bir fikrlashga, o'ylashga majbur qiladi. Ya'ni bu oyat Astaidu billah thumma la tus'alunna yawma idin anin na'im. Sadaqallohul azim. Alloh taolo aytadi. Qiyomat kuni, oxirat kunida, hisob kitob kunida biz sizlarga bergan hamma ne'matlarimiz to'g'risida so'raymiz. Biz deydi Alloh, qiyomat kunida hisob kitob bo'ladigan kunda sizlarga bergan ne'matlarimiz haqida so'raymiz. Ne'matlarni qadriga yetdingizmi? Tani joni sog', yetti muchaliz but bo'lib turib dunyoda yashadingiz. Aql, zakovat berdik. Shu bergan ne'matlar haqida so'raymiz deydi Alloh. Har bir narsa haqida so'raladi. Erdan so'raydi. Kuch quvvat berdim, erkak qilib yaratdim. Jufti halol berdim. Shirin shakar farzandlarni berdim. Shuni qadriga yetdingmi? Risoladadek hayot kechirdingmi? Ayoldan so'raydi. Nozik, latofatli, go'zal jins ayol ona zoti qilib yaratdim. Solih bir insonni jufti halol qildim. Shuni qadriga yetdingmi? Bolalaringga yaxshi tarbiya bera oldingmi? deb so'raydi. Azizlar, dunyoda hammamiz ham mo'min, musulmonmiz deymiz. Musulmonchilikni qonun qoidalarini hayot turmushida aslini bilamizmi? Erini qanday haq bor gardanida oilasiga, ayoliga nisbatan biladimi? Ayol eriga nisbatan qanday haqlari bor biladimi? Sizlarga mana shu muborak hadislardan yetkazamiz. Janobi Sarvari olam bizga tayinlagan so'zlardan yetkazamiz. Muaviya Haydata o'g'lidan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'radim dedilar. Erri gardanida xotinni qanday huquqlari bor yo Rasululloh? Janobi Sarvari olam aytdilar. Birinchi iqtisod, nafaqai ahli ayol, ya'ni yaxshi taomlantirib, yedirib boqishing.
Ikkinchisi, kiyintirishing kiyimlaridan xabar olishing. Nafaqai ahli ayol farz. Ayol kishi men ishlamayman, meni boqing deyishi haqqi bor. Lekin erkak kishi ishla, pul topki deyishi haqqi yo'q. Eri gardanidagi farz. Halol mehnat bilan boqishlik, halol nafaqani qilishlik erkakning farzi, ayollarga emas. Uchinchisi, hech qachon urmasliging, ayniqsa yuziga urma ayolingni. To'rtinchisi, onasidan, otasidan, zotidan haqoratlab, tahqir so'kishini qilmagin. Do'stingni bu so'zing bilan dushmaningga aylantirib qo'yasan. Yana o'zingni do'stingni, ayolingni xorlab, haqoratlab, otasidan, onasidan, zotidan haqoratlab, do'stingni dushmanga aylantirib qo'yma. Arazlasang, uyingdan chiqib ketmasdan boshqa xonada bo'lgin. Birodarlar, hatto ba'zida namozxon ibodatdaman, hajga ham borib kelganman deganlarni xotiniga tahqir haqoratlarni aytib guvohi ham bo'lib qolyapmiz. Hatto ba'zilar bor pul topibki, bozorga bor, qaqqa borsang bor, pul topgin deganlarni ham eshitib qolyapmiz. Guvoh bo'lib qolyapmiz. Eri gardanidagi qarz, oilani boshqarish, boqish. Ayol bu ona bu. Farzandlarga ko'proq mehr ulashib, bolalarining qadrini, oqibatini ko'tarish, o'qishdan, maktabdan kelish, borish, kelishga qaraydigan, nazorat qiladigan ona. Ko'chada mehnat qilib pul topib kelish bu eri gardanidagi yuklatilgan vazifa. Bizda ayollar qadrlangan. Islomda ayollar qadrlanadi. Ona sifatida, singil sifatida, turmush o'rtog'i sifatida e'zozlanadi. Ummu Salama onamizdan rivoyat qiladilar. Ummu Salama Janobi Sarvar olamning jufti halollaridan biri. Janobi Sarvar olam aytdilar deydilar, qaysi bir xotin dunyodan o'tganda eri shu men xotinimdan mingdan ming roziman desa, bu erin roziligini topgan ayol albatta jannatga kiradi. Qaysi bir xotin dunyodan o'tganda eri shu men xotinimdan roziman desa, shu erining roziligini topganligi uchun albatta jannatga kiradi. Ey azizlar, bizni o'zbek onalarimiz, ayollarimiz nafaqat qaynana qaynata xizmatini, qayni singillarning xizmatini, hurmatini joyiga qo'yadi. Menimcha dunyoda bo'lmasa kerak, o'zbek ayolidagi ayol erini hurmat qiladigan, jufti halolini hurmat qiladigan, qaynana qaynatasini hurmatini qiladigan bo'lmasa kerak. Jiyanini sizlab hurmatlaydigan ayollar, qaynana qaynatani xizmati, bu ham erining roziligini topiydi deb qiladi o'sha. O'sha qarindosh urug'ini erining roziligini topiydi deb hurmatini joyiga qo'yadi o'sha qarindosh urug'ini. Kichkina jiyani bo'lsa ham sizlaydi. Shunaqami? Hayotda imom bo'lganingizdan keyin ko'pchilik bilan suhbatlashar ekansiz, dardiga sherik bo'lib, xursandchiligiga sherik bo'lar ekansiz. Vaqtida xotinini qadriga yetmagan, tahqirlagan, xotinni dunyodan o'tganda dod deb yig'lab, tovutni tepasida mingdan men roziman bu ayolimdan degan yig'lab turgan erkaklarni ko'rdik. Xotinini qadriga yetmay, tahqirlab, dunyodan o'tgandan keyin dod deb tovutni ustida men bu xotinimdan roziman deganlarni ko'rdik. Haqda bir so'z bor. Xotin xorlagan xotin uvoliga uchraydi. Er xorlagan er uvoliga uchraydi. Tirik paytida er xotin bir-birini haq-huquqlarini, bir-birini chin yurakdan hurmatlab, rozi qilmoqligi kerak. Oilaga bosh bo'lib, beka bo'lib o'tirishlik eng katta savob. Ayollarga mana shu farz qilingan dedilar. Hali bir xil paytda savol tushib qoladi-yu, haliga jumaga borsak bo'lmaydimi? Ayollarim savol bilan kelib qoladi. Biz ham jumaga borsak bo'lmaydimi? Jamoatga chiqib namoz o'qisak bo'lmaydimi? Erri rizoligi, bolaning tarbiyasi. Janobi Sarvar olam Oysha onamizdan rivoyat qilingan aytgan ekanlar, ayol kishini uyida o'qigan namozi, o'zini uyida, xonaning ichida o'qigan namozi hovlisida o'qigan namozdan afzal. Hovlisida o'qigan namozi ostonasida o'qigan namozdan afzal. Jamoatga borishlik yo'q. Bizning Imom Azam mazhabida, Abu Hanifa mazhablarida. Uyida o'tirib erining rizoligini topsin. Erining xizmatini qilsin, bolasini tarbiyasiga qarasin, osh-ovqatiga qarasin oilasini. Janobi Sarvar olam aytdilar, qarang, qaysi bir ayol dedilar, 5 vaqt namoz o'qisa, 5 vaqt namozni vaqtida o'qib, eriga xiyonat qilmay, erini hurmatlab, o'zidan rozi qilsa, jannatni xohlagan eshidan kirib ketadi dedilar. Ota-onadan keyin qizlarga,
Turmushga chiqqandan keyin birinchi eri rizoligi, shuni bilib oling. Birinchi eri rizoligi. Turmushga chiqqandan keyin, qizni turmushga chiqarganingizdan keyin birinchi ayolning vazifasi eri rizoligi. Eri rizoligini olish. Lekin afsus, ba'zi bir ayollar eri yaxshi pul topganda hurmat qilib, kam pul topganda behurmat qilganlarni guvohi ham bo'lyapmiz. Ba'zi bir ayollar erini kam pul topishida boshqa bir qo'shnisining imorati balandroq qurilib qolgan bo'lsa, unga bir hasadi kelib, g'ashi kelib, shunday bir solih erin dilini ranjitib qo'yayotganlarni ko'ryapmiz. Axir bu rizq nasibani Alloh beradi-ku. Birovga ko'p, birovga kam. Bu taqdiri ilohiy. Lekin shu ayol kishi uchun erini halol pokligi, insonligi toju taxt emasmi? Baxtu saodat emasmi? 3 qavatli imoratda o'tkazib qo'yib, maishatchi, xulqi buzuq, har qadamda xotiniga xiyonat qilib, farzandlarini noto'g'ri yo'l tarbiyalab yuradigan eri bor ayol, u baxtli emas u. Ana kuni bir oila va jamiyat degan gazetada o'qib qoldim. Bir ayol oilasidan, o'zini eridan shikoyat qilayotganligi moli dunyodan emas. Hamma narsam yetarli deydi. Hali hikoyaning mavzusi shu bo'ldiki, hamma narsasi yetarli. Imorati uncha odamda yo'q imorat, koshona, mashinasi ham bor, ayoliga ham mashina olib bergan, lekin shunda ham baxtli emasman deyapti. Nimaga degan savolga baxtli emasman deydi. Erim menga xiyonatda deydi. O'sha baxtlimi o'sha? Eri halol pokligi, ibodatligi ayol uchun baxt emasmi? Solih iymonlik, e'tiqodli erni jufti haloli bo'lgan xotin eng katta baxt shu, saodat shu. Ham er ham xotiniga ustoz, ibodatni o'rgatadi, sabr qanoatni o'rgatadi, farzandlarga yaxshi tarbiya berishni o'rgatadi. Lekin bizda ayniqsa ayollarimizda bir hasad jo'shiradi. Hasad tufayli ko'p gunohlar, kelishmovchiliklar, qo'ydi chiqdilar paydo bo'ladi. Hasad. Ana u kiyibdi, men kiymaymanmi? Men bu u opti, biz olmaymizmi? Nega pul topmaysiz? Pul topaman deb ayrim erkaklar endi ko'proq o'sha xotinimni aytganini qila qoli, xursand bo'la qolsin deb xiyonat yo'liga kirib ketyapti. Tarozdan uryapti, metrdan uryapti. Nima qilsin? Iymonsiz ayol kelgan ketganda unga ta'xirlab tursa, olib kelmading, olib bermading deb tursa, shu ayrim erkaklarni noto'g'ri yo'lga, nohaq yo'lga, gunoh yo'lga kirib ketishiga sabab bo'lib qolyapti. Ayollarimizga tushuntiraylik. Eng katta baxt va saodat nimada? Oilada, mehr muhabbatda, halollikda, poklikda. Oilada erkak, podsho, ayol, vazir, qaysi xonadonning erkagi iymon, e'tiqodlik bo'lsa, oilasiga mehribon bo'lsa, ayol, vazir, dono, eriga itoatlik, muhabbatlik, to'g'ri so'z bo'lsa, o'sha xonadonda baraka, o'sha xonadon tug'ilgan farzandlar solih farzandlar bo'ladi. Biz oilada erkaklar rahbar biz, mas'ul biz, javobgarmiz. Shu dunyoda ham, oxiratda ham. Ayollarimiz haqida javob beramiz, farzandlarimiz haqida javob beramiz. Bergan ne'matni shukrini ado qildikmi, qilmadikmi, javob beramiz. Allah Qur'onda aytadi: "Astaizu billah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara." Sadaqallohul azim. Ey iymon keltirganlar, tillari bilan qalbi bittalar, o'zingizni bola chaqangizni do'zax o'tidan saqlang. O'zingiz tarbiyalaning, farzandlaringizga tarbiya bering. Chunki bu farzand, ahli ayol, jufti haloliz sizga omonat. Omonatga xiyonat qilmang. Janobi Sarvar olam aytdilar: "Kullukum ra'in va kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi." Har bir erkak o'z oilasida rahbar, javobgar, mas'ul. Rahbarlar qo'l ostidagilar haqida javob bersa, biz erkaklar oilamiz haqida, farzandlarimiz haqida, qo'l ostimizdagilar haqida Allohning oldida javob beramiz. Farzand, ahli ayol, Allohning omonati, omonatga xiyonat qilmaylik. Iloyo Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni xonadonimizga fayz va barakot bersin. Barchalarimizni xonadonimizda Alloh mehr muhabbatli qilsin bir-birimizga.
O'zimiz to'g'ri yo'ldan, sirotal mustaqimdan, Alloh ko'rsatgan yo'ldan yurib, Rasulullohning so'zlariga amal qilib, farzandlarimizni ham shu yo'lda tarbiyalab borishni Alloh barchalarimizga nasib aylasin. Savol berishgan ekan, shu savolga javob berib ketamiz. Iltimos qilishgan. Savol emas. Mana Rajab oyi haqida bir ikki og'iz tushuncha bersangiz deb iltimos qilishdi. Rajab oyini mana bugun 6-kuni. Rasululloh sallam aytgan ekanlar, ogoh bo'ling. Bu oy Allohning oyidir. Kimki bu oyda roza tutsa, ixlos, e'tiqod, iymon bilan shu rozasiga ishonib muhabbat qo'yib roza tutsa, Rajab oyida bir kun vajaba alayhi rizvanulloh. Allohning rizvon degan jannati o'shanga vojib bo'ladi dedilar. Ixlos, muhabbat qo'yib Rajab oyida bir kun roza tutsa, Allohning rizvon degan jannati vojib bo'ladi dedilar. Kimki 2 kun man savma yawmayn Rajab oyida 2 kun roza tutsa, osmon va yerdagi zotlar uni vasfini qilib, maqtab uni haqqiga duo qilishadi. Va man savma 3 ayyamin ufiya min kulli bala'id dunya. Rajab oyida 3 kun roza tutsa, shu dunyoni butun balosidan omon qolar ekan va oxirat azobidan va shu dunyodagi bir xil yomon kasallik, tutqinoq kasallik, yomon kasallar, dajjollik fitnasidan sog' salomat shu dunyoda yashab o'tar ekan. Endi birodarlar, bunga ishonish kerak. Roza ham tutish mumkin, lekin bunga ishonish kerak. Ixlos bo'lmasa, mana shu tutyapsiz rostmikina. Yengildiz, bo'ldi, ketdi. Domla aytdi, bir kun tutsa rizvon jannati bo'lar ekan. Rostmikina desa, bo'ldi, ketdiz. Bu ishlarni valiyullohlar nimaga valiyulloh bo'lib qolgan? Duolari mustajob bo'lib, qutbudillari ochilib, ravshanlashib, mana shunday amallar bilan o'zlarining ruhlarini poklab olishadi. Qalblari mustahkam bo'lib ketadi. Bizda ba'zilarimiz hujjat qidirib, qani hujjati, isbot qidirib, kunini vaqtini o'tkazib yuboradi. Isboti qani, hujjati qani? Mo'min odam unaqa ikir-chikir savollarni beravermaydi. Bo'lar bo'lmas so'zlarni. Astag'firu billah va la tas'alu anil ashya. Ko'p behuda narsalarni so'rayvermang. Nimaga sigir ko'k o't yeydi-yu, oq sut beradi? Nimaga bunda bunaqa, nimaga unda unaqa? Masjidga o'ng oyoq bilan kirish kerakmi, chap oyoq bilan kirish kerakmi? Orqang bilan bo'lsa ham kiraversanchi. Masjidga kirib kelsan, Xudoga shukr. Kirib kelsang, o'ng oyoq bilan bosib kel. Endi o'ng oyoq bilan kirib kelsa, palonchi chap oyoq bilan kirib keldi, nima bo'ladi? O'ng oyoq bilan oyatul kursini oldin o'qish kerakmi, tasbihdan keyin o'qish kerakmi? Mustahab amal talashaveradi. Qandoq bo'lish kerak, bundoq bo'lish kerak. Mana bunaqa ko'p narsalarni mayda chuydalarni Alloh aytibdi. So'rayverma, nodon bandam, o'zingga qiyin qilib hamma baloni so'rayverma. O'zingga qiyin qilib so'rayversang, qiyin qilib qo'yasan. Hayodiy kerak emas narsalarni so'rab boshi qotirishadi. Bir-biri bilan urushib, janjallashib, noitfoji keltirib chiqarishadi. Ikkita yosh hali oldimga kirib boribdi. Domla to'g'risini ayting. Meniki to'g'rimi, uniki to'g'rimi? Saniki ham to'g'ri, saniki ham to'g'ri. Sanikisini qilsa ko'proq savob oladi, sanikini qilmasa kamroq savob oladi. Shu ko'proq savob oladigan qilasanmi? Qil shuni. Sharoiting bormi? Qil, mustahab bu. Qilmasang gunohkor bo'lmaysan. O'zi hali alifni kaltay deyolmaydi. Fiqhdan bir xabari yo'q hali. Masala talashadi, ikkita turib olib taqamash xuddi kirib boradi. Domla bizga savol bor. Xuddi dunyoning kitobini o'qiganga o'xshayib turishida. Bizning mazhabda nima? Anu mazhabda nima? Biz Imom Azam mazhabida biz, Hanafiy mazhabida biz shu yo'lda yuramiz. Shu yo'lda mustahkam ushlaymiz. Mana shunday narsalarni so'rash o'rniga Rajab oyida ro'zalarni tutib savoblardan bahramand bo'lsangchi. Davom etib Janob Sarvar aytdilar, kimki mana shu Rajab oyida 7 kun ro'za tutsa, 7 do'zax eshigi uning uchun qullanadi. Kimki 8 kun ro'za tutsa, 8 jannat eshigi ochiladi. Kimki 10 kun ro'za tutsa, Alloh nimani so'rasa Allohdan, Allohim 10-kuni o'shani ato qiladi. Kimki 15 kun ro'za tutsa, Alloh taolo avvalin va oxirin gunohlarini kechirib, yomonlik qilgan ishlarini yaxshilikka almashtiradi. Peshanasida, taqdirida mabodo bir yomonlik bo'lsa, shuni yaxshilikka almashtiradi dedilar Janob Sarvar olam. Uni yaxshiligini Alloh ziyoda qiladi dedilar. Ilohi Alloh subhanahu va taolo mana shu ulug' oylarda turibmiz. Mana shunday oylarda mustahab amallarni, ro'zalarni tutib, savoblarga sazovor bo'lishimizni Alloh nasib aylasin. Buni yaxshilab bilib oling. Nafil ro'za tutish shart deyotganimiz yo'q. Nafil ixtiyoriy narsa bu. Har kimning o'zini ixtiyoridagi domla tutish shart demak, bu farz emas. Mustahab. Qisai savob. Mo'min musulmon savob gadosi bo'ladi. Qancha bo'lsa pulim ko'paysin deysiz-ku, 100 so'm bo'lsa ham hamma qo'shilgan deysiz-a?
qo'shuring nafldan ham savob ko'paytiring. Lekin alohida bunga o'tirib, kechasi bilan bedor bo'lib chiqishlik, hali bir xilda top chiqadi, kechasi bilan bedor bo'lib yo'q, unaqa narsa yo'q shariatimizda. Har kimning o'ziga xos ibodat bu. O'ziga xos maxfiy ibodat. Alloh bilan banda o'rtasidagi ibodat. Allohdan so'raydi, nafl ibodat qilyapti, Alloh ajri savobini beradi. Ilohi Alloh subhanahu va taolo ulug' savoblardan hammamizni Alloh o'zi bahramand qilsin.